Oftoblar chiqib, kunlar ham qizib qoldi do'stim. Albatta. Endilikda mana shunaqangi Jack X200 lar bilan pul topadigan o'sha davr keldi. Albatta aka, sezoni keldi. Assalomu alaykum bek Buxoro obunachilar. Sizlarga videoni boshida zo'r yangilik aytaman. Tekinga propan qo'yib beraman aka. 20 ta emas, 15 ta mashinaga, 20 ta sal ko'plik qilay, 15 ta mashinaga tekinga propan qo'yib beraman aka. Videoni oxirigacha ko'ring, shartlarini, to'g'ri ma'lumotlarni beraman. Yetmaganiga aka 16.800 so'm skidkamiz. Jamiki Jack X200 Bartoy Tentovka shassi va Frontarni turlariga ketyapti aka. Bular bu aksiyalarimiz, bu yangiliklarimiz barchasi kirib kelgan Ramazon oyi munosabati bilan. Albatta aka. Yurtdoshlarimizga bir Ramazon oyiga sovg'a Xuddi shunday aka. Agar o'zim bloger bo'lmaganimda men Jack X200 ni ikkilanmasdan xarid qilgan bo'lardim va o'zimga ravo ko'rgan narsani sizga ham ikkilanmasdan taklif qilaman. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirlik. Aziz obunachilar, Toshkent shahriga biza Sergeli tumaniga, Toshkent Motors kompaniyasini bosh ofisiga Jack X200 larimizni Ramazon oyi kirib kelishi munosabati bilan yangiliklarimiz bor. Naqd pulga, pul ko'chirishga, undan tashqari rasrochka asosida ham avtomashinani xarid qilishingiz mumkin. 16.800.000 so'm avtomashinani o'z narxidan chegirmasi hali ham amal qilmoqda. Ulgurib qolinglar. Musofir yurtlardan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishlik hammamizga ham nasib ro'zalasib qolamiz. Hammamizga ham shunaqangi yangi avtomashinalar nasib qilsin. Qani videoni boshladik. Zaribshoh mana oftoblar chiqib, kunlar ham qizib qoldi do'stim. Albatta. Endilikda mana shunaqangi Jack X200 lar bilan pul topadigan o'sha davr keldi. Albatta aka, sezoni keldi. Assalomu alaykum bek Buxoro obunachilar. Sizlarga videoni boshida zo'r yangilik aytaman. Tekinga propan qo'yib beraman aka. 20 ta emas, 15 ta mashinaga, 20 ta sal ko'plik qilay, 15 ta mashinaga tekinga propan qo'yib beraman aka. Videoni oxirigacha ko'ring, shartlarini, to'g'ri ma'lumotlarni beraman. Yetmaganiga aka 16.800 so'm skidkamiz. Jamiki Jack X200 Bartoy Tentovka shassi va Frontarni turlariga ketyapti aka. Bular bu aksiyalarimiz, bu yangiliklarimiz barchasi kirib kelgan Ramazon oyi munosabati bilan. Albatta aka. Yurtdoshlarimizga bir Ramazon oyiga sovg'a. Xuddi shunday aka. Xo'p, endi Jack X200 larimizni to'lov usullari, yoqilg'i turlari, necha tonna yuk ko'tarish qobiliyati va avtomashinamizning eng aslovnoy narxlari haqida to'liq ma'lumotni sizdan kutamiz Zaribshoh. Albatta aka, hamma mashinamiz to'g'risida xarakteristikasini to'liq aytib o'tamiz aka. Mana ko'rib turgan Jack X200 Bartoy Tentovka Promtovarning turlarini, yuk ko'tarishlarni bir o'shdan aytib o'taman aka. Xo'p. Ko'rib turgan Bartoyimiz aka Eng hadavoy, ko'p xarid qilinadigan. Albatta aka, liboy biznesga ketaveradigan turi hisoblanadi. Motori 2 lik Grinjet yaponskiy motor turibdi. Ya'ni atmosfernik hisoblanadi. 147 kishi bor. Rasxoti aka 9 ta rasxot qiladi deyilgan kitobida. Endi biz O'zbekiston sharoitida nechta rasxot qiladi deganiga realni aytaman. 12 tagacha rasxot qiladi maksimalli. Qanday holatda deganlarga aytaman. Yukni aslida aka 2 tonnaga dokumentalniy ruxsati bor, to'g'rimi? Biz o'zbekmiz 3 tonna, 3,5 tonna bosyapti akalar. O'shalar 12 tagacha rasxot qilyapti. Agar siz dokumentalniy plan bo'yicha yuradigan bo'lsangiz, mashina 9 ta, 8 ta rasxot qiladi aka. Sifat bo'yicha mana degan brendlar bilan raqobatlasha oladigan Jack X200 imiz aynan O'zbekistonda Samarqand viloyatining Ustraller zavodida ishlab chiqarilyapti. Albatta aka. O'zimizning milliy brendga aylandi. Xuddi shunday. Endi ehtiyot qilsam, zapchas, servis qanaqa bo'ladi? Xo'p aka, servis o'zimizda bor. Toshkentda, Buxoroda servisimiz hozirgi kunda ishlayapti. Zapchasda Toshkentda, Buxoroda bor va boshqa viloyatlarda ham filiallarimizda har bittasida zapchaslar bor. Har qanday zapchas qismini bemalol topsalar bo'ladi. Zapchasda hech qanday muammo yo'q. Servisdan ham muammo yo'q. Eng qizig'i aka, mashina haligacha bir ish ko'rsatib, muammolarga duch kelgan 2 yillar mer sotayotgan bo'lsa aka. Mashina yuribdi, moyini vaqt almashtirib turishadi, hadoy sistemasiga qarab yurishadi, bo'ldi aka, hech qanday xarajatlar yo'q aka. Mashina uzunligi aka 3.10 ga 1.65 hisoblanadi. Ko'pchilik so'rashadi.
ramalari juda ham baquvvat ramalar qo'yilgan aka. Alohida rama. Alohida aka. Hop, Alohida besorlar rama. ko'ryapsiz aka. Besorlari ham baquvvat qilib qo'yilgan, zatli moslari va hech gap so'z yo'q. Shunday aka, 13 dyumli qo'sh balon qo'yilgan, oldida 15 dyumli mягкий balonlar qo'yilgan. Bu uzoq trassaga chiqaman degan akalarimizga juda ham qo'l keladi. Sababi yengil mashina qanday ketishadigan bo'lsa, ushbu yuk mashinada ham juda ham yumshoq ketishadi. Resorli mashinadan ko'ra oldi hadovoy amortizator bo'lgani albatta uzoq trassaga zo'r qo'l keladi aka. Aynan mana o'zimni yaqinlarimga bor, to'nishlarimga shu avtomashinani sotib olib, Buxorodan kelib, Jizzaxdan olma biznesi bilan shug'ullanishyapti. Albatta. 3 tonna yukni olib borib, Buxoroga sotib, tirikchilik qilishyapti, o'zini o'zi ish bilan band qilyapti. Xuddi shunday aka. Endi aka bitta olma biznesi, buni har qanday biznesda foydalansa bo'ladi. Olma biznesmi yoki boshqa biznesmi, qurilish sohalari, hop, nima yuk tashuvchi bo'lsa, o'zlarini misol yaqinda bir katta pochta ochiladigan sotdi aka, katta zavodi bor, ishchilar bor, akalarimiz bor. Dastavka xizmatlari bilan ko'ryapsiz aka, labolar juda ham kichkina, bitta ko'rsating-da. Labodan ko'ra bu kattaroq. Endi aka qulaylikni aytaman. Laboni rasxodlan bir xil rasxod qiladi. Xo'p. 3 barobar labodan ko'ra yukni ko'proq oladi aka. 3 ta laboni yukini bir martaga olib ketadi. Bir martaga olib boradi, ham vaqtingizdan, ham yo'l kiroyingizdan, ham ishiga beradigan oyligingizdan ekonomika qilasiz ushbu mashina oladigan bo'lsa aka. Va yana avtomashinamiz salon qismlari komfort. Albatta aka. Konditsionerlari bor. Xuddi shunday. Yumshoqligi jihatidan manaman degan inomarkadan qolishmaydigan xuddi shunday. Yumshoqlik va komfortlik. Xo'p, e'tibor berasizlar, o'zimizni milliy brendga aylangan Jack brendini faoliyat turingizga qarab yukxonasini tanlaysiz. Kimgadir bartavoy, kimgadir mana bunaqangi prom tovarni va tentovka, hattoki mana bunaqangi shassi holatlarigacha tayyor bor. Albatta aka. 4 xil ko'rinishda kirib kelyapti hozir. Xuddi shunday. Shassini olaman, nima biznes qilaman degan akalar o'zlarining bizneslarga moslab vadovoz, gavnavoz, mini samoseval xohlagan bizneslarni o'zlari shunday yasab olsalar bo'ladi. Tayyor holatda turibdi. 16 million 8 ming so'm skidka narxini aytaman. 227 million 360 ming bilan bemalol olib chiqib ketaveradi. Pulim yetmayapti deydigan obunachilar bo'lsa, 78 million bilan kelishadigan bo'lsa ham bemalol olib chiqib ketsalar bo'ladi. Ana endi avtomashinani aslovnoy ramasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Ramasini qalinligiga e'tibor beringlar. Ramalarimiz mustahkam. Alohida ramadan iborat. Resorlariga resor qo'shib o'tirmaysiz. Avtomashinaning eng qulay, yaxshi tomoni mana bu narsa ko'p narsani hal qiladi. Zadni most juda ham mustahkam va sifatli. 4 tonna, 5 tonna yukni ham bemalol ortib ketsangiz bo'ladi. O'tkirib aka, mashinaning 3 ta detaliga ahamiyat berish kerak. Aslida boshida olayotib turgani motoriga, korobkasiga, zadni mostiga. Biz ham aynan shu qismlarga garantiya beramiz. Korobkaning baquvvatligini ko'ryapsizmi? Juda ham baquvvat qo'yilgan. Korobka, motor haqiqatan zo'r chiqqan mashinada. Zadni mostdan ish chiqqan yo'q. Endi aka dokumentalni 2 tonna ko'taradigan mashina 3 tonna, 3,5 tonna yuk ko'tarib yurgandan keyin menimcha sinovdan o'tgan desak adashmagan bo'lamiz aka, to'g'rimi? Haqiqatda ham. Endi siz aytgan komfort bor aka, salon qismi. Salon qismini ham bitta ko'rsating obunachilarga. Xo'p aka, e'tibor berasizlar. Zapaskamiz 2 dona. Bitta oldingi balon uchun, bitta orqa balon uchun zapaska 2 ta o'rnatib qo'yilgan. Va orqasi qo'shcha balon. Qo'shcha balon bo'lgandan keyin bemalol, bearmon yuk ortsa bo'ladi. Даже resorlarigacha e'tibor beringlar. Jack brendi tushirilgan. Resorlarigacha. Mana UzAvto Trailer zavodida ishlab chiqarilyapti Samarqand viloyatida. Albatta aka. Ya'niki Manzavodda ishlab chiqarilyapti bu avtomashina. Sifat ham xuddi shunga yarasha. E'tibor berasizlar. Manzavod, UzTrailer zavodi har qanaqa narsani ishlab chiqarmaydi. Shunday eng sifatli, talabga javob beradigan, O'zbekiston emas, Yevro standartlariga javob beradigan darajada qilib ishlab chiqaradi. UzAvto Trailerdan chiqqan mahsulotlar ko'p obunachilarimiz haydashgan, ya'ni yuk mashinalari. Shassi, hop, juda katta furgonlar hammasi UzAvto Trailerda ishlab chiqariladi aka. Xo'p, avtomashinamizga e'tibor berasizlar. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismimiz korobkamiz mexanika, o'rindiqlarimiz materialni.
Mana. 3 kishilik o'rindiq aka. 3 kishilik o'rindiq. Rullar gidravlika, konditsionerlar bor, bakovoy qizdirishlar bor, bakovoy nazoratlar elektronik boshqarsa bo'ladi. Hattoki mana bu sidinkalar ham ligrovka bo'ladi, rulimiz ham ligrovka bo'ladi aka. Mana rul ham ko'tarilib tushiladi. O'rindiq orqaga, oldinga ketish imkoniyatiga ega. O'sha ozg'inroq akalarimiz, semizroq akalarimiz ham bemalol bu mashina bilan qiynalmasdan harakatlanadi. Oynalarimiz knopkada ko'tarib tushiriladi va konditsioner bor avtomashinaga. Yozning kuniga konditsioner, qishning kuniga esa issiqqina pechka bilan albatta mazza qilib ketishlari mumkin. Avtomashinamiz 3 xil yoqilg'i turi bilan harakatlana oladi. Shunday aka. Metan, propan va benzinda harakatlanadi. Xuddi shunday. Metan, propan qo'yilaman degan obunachilarga 100% o'zimizning garantiyali holatda qo'ydirib beriladi. Uning uchun pasnomerlar telefon qilishadigan bo'lsa, operatorlarimiz, menejerlarimiz to'liq ma'lumotlar berishadi aka. Xo'p, endi propan tekinga deganmidi? Aha. Propan tekinga 2024-yil 12-oylarda chiqqan mashinalarimiz bor, promtovarniy. Yiliga ahamiyat qilmaydigan obunachilarga kelishadi, tanlov qilishadi. Promtovarniy olishadigan bo'lsa, tekinga 15 ta mashinaga qo'ydirib beramiz aka. Agar propan emas, men metan qo'ydiraman deysa-chi? Bemalol aka, undan qo'ydirib beramiz, faqat ustidagi to'lovni to'lab berishadi. Propan summasi aniq, metan summasi ham aniq aka. O'shanga qarab turib qo'ydirib berishadi. O'zimizda qo'ydirishadigan bo'lsa, garantiyali holatda ham xudo xohlasa saqlanib qoladi aka. Mana 2025-yil ishlab chiqarilgan avtomashinalarga 15 dona bor propan o'rnatib beriladi. Metan propan qo'ygandan keyin qancha garantiya oladi deydigan bo'lsa, motor qismiga 1 yil 50 ming probeg garantiya bilan xudo xohlasa chiqarib beriladi. 1 yil 50 ming probeg yurgan mashina undan keyin bemalol sizga zo'r xizmat qilib berishga kafolat beriladi aka. Qarang, ana endi 2026-yildan olaman deganlarga 16 million 800 ming so'mlik chegirmamiz hali ham davom etmoqda. Davom etyapti. Sababi juda ham ko'p obunachilarning so'rashda, talab va takliflar inovatga olgan holatda Ro'za Ramazon sharofati bilan ushbu aksiyani yana davom ettirib qo'ydik. Yetmaganiga aytdimki, propanni ham kelishsin. Mana promtovarning o'zlarining yuklarini yog'in-chachindan saqlaydigan holatda, misol mevachilik bilan shug'ullanadigan akalar, yemchilik bilan shug'ullanadigan akalarimizga juda ham zo'r qo'l keladi. Kelishsin, xarid qilsin, propan tekinga o'rnatib beramiz aka. Zarafshon, endi sizga bitta savol. O'zingizga shu avtomashinani ravo ko'rgan bo'larmidingiz? Albatta, kim qo'rqmasdan olgan bo'lardim. O'zim sotyapman. Siz ichida yuribsiz. Albatta. Avtomashinani ko'rib yuribsiz, haydab yuribsiz, perigon, ya'niki perigon qilib, o'sha haydab yuribsiz. Daji mijozlar bilan suhbatlashasiz. Albatta. O'zingizga ravo ko'rganni boshqaga ham ravo ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday aka. Chunki odam o'ziga yaxshisini ravo ko'radi. Aynan menga keladigan bo'lsak, men agar bloger bo'lmaganimda, men o'zi mutaxassisligim haydovchi. Men imminna o'zim uchun aynan Jack X200 ni xarid qilgan bo'lardim. Nima sababdan aka? Nima sababdan? Avtomashinani birinchi navbatda Avstraliya zavodda ishlab chiqarilayotgani uchun. Nimagaki, hozir aytib o'tdik. Samarqand Manzavod har qanaqa sifatsiz narsani ishlab chiqarmaydi. Shunday aka. Bu bir. Ikkinchidan, avtomashinamizning sifati juda ham yuqori. Xuddi shunday. Yuk ko'tarish qobiliyati ham, ramalari ham, motor, korobka, zadniy motor hammasi Yevro standartlarga javob beradi va aytgan tonnangizni ortgan vaqtingizga sizni uyaltirmaydi. Albatta aka. Va yana avtomashinaning eng qulay tomoni salonida. Haydovchilar uchun juda ham qulay, komfortlik bor. Xuddi shunday aka. Ana aka, endi siz o'zingizga ravo ko'rgan narsa, men ham o'zimga ravo ko'rgan tomonlarni isbotlab beraman. Men aka bitta o'zim blogerlik qilib, misol syomka qilib maqtaganim bilan mijozlar fikrini ham olganman. Mijozlar fikri zo'rligi hisobiga o'zim minib ko'rgan mashinani juda ko'p gruzoylar minib ko'rdim. Kelsa Bavdidimi yoki boshqa brendlar, endi ko'p brendlar haydab ko'rdim aka. Bu gruzoy uzoq trassaga charchatmaydi. Aytilgan tonnada yukdan ortiqni yuklasam, perivallarda sizni qiynab qo'ymaslik imkonini beradi. Bemalol kelib, mana shu gapni isboti bilan kelishsin. Agar firmalar bo'ladigan bo'lsa, mashina kelishadi, dogovorlashamiz. Bir kunga testi sinov miqdorida ham beramiz. Foydalanib ko'rishadi, ma'qul kelgandan kelishsin, xarid qilishsin. Kerak bo'lsa, shu katta firmalar bo'lsa, rassrochka asosida ham qilib beramiz aka.
Mana hozirda aynan mana shu Jack X200 imizni 16 million 800 ming so'm arzonlagan narxida. Hozirgi narxi nech pul? Hozirgi narxi aka, mana Bartoydan kelgan bo'lsa 248 640 ming so'm sotilgan aka. Bartoylar endilikda 231 million 840 ming so'm bilan sotilyapti. Mana. Xo'p, Tintovkamiz 238 million 560 ming sotilyapti. Xo'p, Prontovarnimiz 258 ming so'm sotilyapti aka. Laxtagi bor ozgina. Kommentariy yozishmasa, mana endi ko'p narxlarni syomkada yurgan hisobiga esdan chiqib qolyapti aka ozgina. Shassimiz esa 227 million 360 ming bilan bemalol olib chiqib ketishaveradi. Endi pulim yetmayapti degan obunachilarga aytamiz. 78 million 85 milliongacha bemalol boshlanish to'lov qilib, mashinani o'zingiz nomingizga bemalol olib chiqib ketsangiz bo'ladi aka. Mana. Holatda qulay shartlar asosida hech qanday pena foiz qo'shilmagan holatda olib chiqib ketish imkoniyati bor. Uning uchun eski narxda bo'ladi. Ozgina kelishuv asosida pena foizlarsiz bemalol rasrochka asosida olib chiqish imkoniyati ham bor. Rasrochkaga ham olsak bo'ladi. Bemalol aka. Faqat shartlari bor, uni kelishadi, dogovorlashamiz. O'sha dogovorlar asosida 0% stavka bilan 16 million 800 ming so'm skidkamiz amal qilmaydi. Mashinaning tan narxi 85 million boshlanish to'lov qilishadi. Mashinaning tan narxi ozgina o'sadi aka. Ozgina o'sadi, lekin pena foiz bo'lmaydi, rasrochka bo'ladi. 2 yildan 4 yilgacha olsalar bo'ladi. Uni shartlari bor, albatta telefon qilsa to'liq ma'lumot beradi. 48 oygacha. Xuddi shunday aka. 48 oygacha rasrochka asosida Jack X200larimizni Tashkent Motors kompaniyasidan rasrochka asosida xarid qilsak bo'ladi. Xuddi shunday aka. Xo'sh, bitta pasport talab qilinadi tamom. Bitta pasport evaziga bemalol 12 ta viloyat Qoraqalpog'iston Respublikasi kelishadi. Bo'lsa bir kunchida ishlar hal bo'lib chiqib ketishadi aka. Mana. Agar naqd to'lov bilan kelishsa 2 soat ichida maksimal hal bo'ladi, 100% olib chiqib ketsalar bo'ladi aka. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xullas, Zaribshoh mana aytib o'tdik. O'zimizga ravo ko'rganni xalqimizga ravo ko'ramiz. Albatta aka. Hamisha odam o'ziga yaxshisini ravo ko'radi. Va baralla ayta olamiz, biz o'zimizga ravo ko'rganni sizga ham ravo ko'ramiz. Chunki avtomashinamizga garantiya beriladi. Xuddi shunday aka. Sifat darajasi yuqori. Olib ustaxona yurilmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunday aka. Aka, qo'rqmasdan tavsiya beramiz. Mana Jack bo'yicha 3 yildan beri ishlayib turgan bo'lsa aka, eng uyaltirmagan mashina Jack hisoblanadi. Jack zavodi aka bugun kecha paydo bo'lmagan, 10 yil bo'lmagan. Uni tarixi juda ham katta aka. Jack o'zi zavodi tarixda Hyundai ishlab chiqarib bergan Koreyaga aka. Xitoyda qurilgan. 1966-yilda adashmayotgan bo'lsam qurilgan Jack zavodi. Ya'ni Hyundai zavod bo'lib faoliyatini boshlagan. Hyundai bilan shartnomasi misol tugagandan keyin Jack brend ostida xuddi o'sha dizaynda, mana dizaynlar hech qancha o'zgarmagan. Xitoy o'zi ko'p mashina brendi sal o'xshash bo'ladi, lekin narx jihatdan juda ham arzon narxda, sifat darajasini o'shanga yetkazilgan holatda, xalqqa manfaatli holatda dunyoni egallayapti aka. Jack brendi ham Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, hop Ozarbayjon, Rossiya, hop yana boshqa dunyoni ham egallab kelayotgan firmalardan hisoblanadi. Kelsa aka Jack qo'rqmasdan aytamiz, olishsin. Mana narsalar ham aka atsigolniy material bilan ishlab chiqarilgan aka. Qo'rqmasdan, ya'ni ko'p maqtab qo'ysa ishonmaslik. Kelishdan tezroq qilib ko'rsin, ma'qul kelsa keyin olsin aka. Tushunadigan inson bilan kelib, albatta. Avtomashinani ko'rib, sifatini ko'rib, haydab ko'rib, tasavvurga ega bo'lib, komfortini his qilgandan keyin to'lovlarni qilishlari mumkin. Albatta aka, test bemalol, bepul aka. Test ga yozish uchun, test drive'ga yozilish uchun albatta pastki nomerga telefon qilib, lokatsiyalar tashib beriladi, kelib, minib, keyin xaridni amalga oshirishni bemalol qo'rqmasdan tavsiya bera olamiz aka. Xo'p, Zaribshoh mana Jack X200 ni 2026-yil aynan fevral oyi uchun Ramazon oyining boshida yangiliklarimizni eslatib o'tdik. Albatta. Kunlar ham isib qoldi. Endi ishlaydigan vaqt keldi. Albatta aka. Xudo xolasa Ramazonni o'tkazib olib, bu yog'i bosiladi. Shiddat ish boshlanadi xalqimizga. Shunday aka. Qurilish sohasi, barcha sohalar ham yozning kuniga, bahoriga aktiv bo'ladi. Shu uchun ko'ngilli xotirjam qilib bu avtomashinani sotib olishlaringizni tavsiya qilamiz. Yengil mashinani uyga qo'yib, o'zlari borib musofirga og'ir mehnat qilguncha shu avtomashinani sotib olib, shu bilan tirikchilik, oila tebratsangiz bundan biz
xursand bo'lamiz. Oilani oldiga, farzandlarni oldiga va ota-onani oldiga. Albatta aka. Hammamizga ham eng zo'r avtomashinalar nasib qilsin deb qolamiz. Eng zo'r mashina aka. Yangi mashina. Albatta aka. Kelishsin, yangi mashina olishsin. Eskini eplaguncha esing ketadigan kattalar gap bor. Shuning uchun kelasizlar 300 ming probeg garantiya bilan Jack X2 xarid qilishni maslahat beramiz. Pastda qoldirilgan 271 4464 raqamlar yana 71 277 67 nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Hammamizga nasib qilsin. Zarif shoxlar ishlaringizga omad. Akajoningiz sog' Buxoro bo'lsin. kanalining obunachilari kelib, avtomashina xarid qilishmoqchi bo'lsa, chiroyli xizmat ko'rsatib, tez muddat ichida avtomashinani tayyorlab berasizlar degan umiddaman. Albatta aka, zo'r qilib xudo xolisa xursand qilib chiqarib yuboramiz aka. Like bosgan odamlar qo'lini dard ko'rmasin.